Assalomu alaykum aziz obodjonlar. Bugungi videoga Urganch shahri Dehqon bozorida yangi qurilgan binomizda ikkinchi qatordan hamma sharoitiga o'zi osti 3 xona lekin 2 xona qilingan kvartiramiz ijaraga chiqdi. Oshxonamizdan boshlasak, bismillahir-rohmanir-rohim deb. Ko'cha qismini tushirmaymiz sababi gechpay shuncha foydasi yo'q. Berimizda kuxonimiz ham keng, xolodilniklarimiz ham bor ekan. Dok kontener katyolariga uyg'oqlarimiz bor ekan. Mulk egasi bilan mo'yinli ekranlarni yasib qoldiramiz. Chiroyli obunachilar. Yine birimiz zalımızdan zal ekan. Görüşler mümkün. 12 adam stollarımız var birimizde. Yine trezorlarımız yine Wi-Fi tizimine var ekan Wi-Fi tizimi obunachilarimiz. Endi obunachilarimiz ne kanalımızda görüşler mümkün. Xullas joyimiz full variant desak ham bo'ladi. Faqat oilali zaksilidan stress oladi. Spaynimizdan spayni dumki, spaynimizdan bir 30 kvadrat tem boyna shkafa ega turmalarimiz bor, plysos. Xullas, novi jihoz bo'lsa, boshqa kvartira. Sanozillarimiz ekan. Hovli joydan ham o'zi sanozilga hattoki. Ina sanozilimiz ko'rish mumkin. Kir mashina olib kelib, vanna bilan rakoyni unitazim. Mulk egasi bilan bog'lansa, bizning reklama nomeri 91 425 16 99 074 46 44. Sog' bo'linglar.